Og'zini ochmagan baliq qarmoqqa ilinmaydi. Tilingizga ehtiyot bo'ling, chunki sizni xato qilishingizni kutayotganlar bo'lishi mumkin. Yaxshilik olib keladigan yomg'irdek bo'ling. Hayotdan charchagan bo'lsangiz qayg'urmang, balki Alloh sizni duo qiladigan ovozingizni sog'ingandir. Tabassum qilish uchun baxtni kutmang. Aksincha, baxtli bo'lguningizcha tabassum qiling. Nega bunchalik ko'p o'ylaymiz? Axir hamma narsaning yechimi Allohdan-ku. Allohga hammasi ayon. Nima uchun noaniqlikdan qo'rqishimiz kerak? Shuning uchun tinchilaning. Allohning nazorati va himoyasidamiz. Tilingizdan oldin qalbingiz bilan men Allohga tavakkal qilaman va hamma ishlarimni Allohga topshiraman deb ayting. Biz Alloh taoloning rahmatidan so'ng bizni jannatga olib boradigan narsa nima ekanligini bilmaymiz. Balki qilgan sadaqamiz uchundir, yoki chanqaganning chanqog'ini qondirganimiz sabab, yoki bo'lmasa bir mo'minning hojatini chiqarganimiz uchun, balki namozimiz, duoyimiz yoki Allohni zikr qilganimiz sabablidir. Qattiq mehnat qiling, amallaringizni arzimas deb hisoblamang. Allohga itoat qiling va albatta haqiqiy baxtni topasiz.